taolo meni tabriklasanglar bo'ladi. 19 yoshimda o'zimni shaxsiy do'konimni ochdim. Do'konimni yangi ochganim munosabatiga o'zimni podpischiklarim uchun 40-50% ga shu ikkita qatori skidkaga qo'yib yubordim. Bemalol kelib olib tashlasanglar bo'ladi. Hammasi yangi tovarlar qishga, bahorga bemalol to'g'ri keladi. Xudo xohlasa, assalomu alaykum. Kelmaysizmi meni do'konimga? Sarpa boks qilmaysizmi? Hammasi sizlar uchun. Xudo xohlasa, turkiy original banning xalatlaridan ham takoychiklari sizni kutyapti. G'iybat qilishadi. Yaxshisini olib kelmabdi deb, yaxshisini olib borishingiz kerak. 9 oylik navarangiz borlar. Ana o'shaligiga 9 oyligiga olib bersangiz bo'ladi kostyum shimdan. Xohlasangiz 9 yoshli navarangizga olib bersangiz bo'ladi yoki-da qiz nevarangizga olib bersangiz bo'ladi. Hamnaqa kurtkalarim ham bor, naturalniy kurtkalarim ham bor. Kurtkalarning narxi 150 mingdan 200-250 ming, naturalkalar 450 mingdan boshlanadi. Mamnaqa qishki troykalar ustida balonkalari bor. Narxi shokovoy narxda 149 ming so'mdan kelib olib ketsanglar bo'ladi. Dastavka xizmati ham bor. O'rtoqlar, hazil bilan bu do'kon juda ham zo'r do'kon. Men farzandlarimni polni shu do'kondan kiyintiraman. Narxi optim narxda. Xohlasanglar donaga olib ketsanglar bo'ladi, xohlasanglar optimga ham olib ketsanglar bo'ladi. Bularning o'zligini, yana joyligi bor. Abu Sahida o'sha yerdan optim qilib pochka qilib olib ketishadi. Ovora bo'lmasdan shu do'konga bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi. O'zbekistonda yagona va birinchi va so'nggi franshizasini olib kirgan Bebush do'koni ochiq deb e'lon qilinadi.